Сегодня у нас в институте большой праздник, и я хочу сказать, что эстрада – это многожанровое искусство. Туда входит вокал, танец и цирковые номера, все. Мы все это объединяем. Но я хочу выделить то, что образование – это стратегическое направление развития любого государства. Вы знаете, сейчас искусству и образованию в нашей стране уделяется огромное внимание. И в этом отношении, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо нашему ректору Сайфулаеву Надыру Бахтияровичу, что он вводит непосредственно дуальное образование. Это очень важно. С первого курса наши студенты уже участвуют в производстве. Это и в праздниках, это и в театрах на постановках. Вот недавно прошел спектакль в Театре музыкальной драмы, совместный спектакль наших студентов и театра. То, что пришли педагоги вузов искусств, музыкальных школ, наших колледжей, и мы обменялись. А что нам еще надо? Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. Самое главное, мы понимаем, о чем мы говорим, что мы хотим делать. И это замечательно, потому что одно дело мы здесь просто наукой занимаемся, а что у нас на периферии? Наша республика не должно быть периферией ни в образовании, ни в искусстве. И вот об этом мы сейчас говорим, делимся своими мнениями. Я думаю, это очень важно, и я думаю, это даст очень быстро свои плоды. Bugungi konferensiyaga tayyorgarchilik ancha avval boshlangan. Chunki bu mavzu ancha vaqtdan beri respublikamizda iddia tartibicha qolmoqda. Chunki mavzuni o'ziga qarasak, bugungi konferensiyaning mavzusi yangi davr estrada san'ati ma'naviy, badiiy, ta'limiy kontekstda deb ataladi. Ya'ni buni bunday kun tartibi qo'yilishining maqsadi shundan iboratki, hozirgi kunda estrada san'atini rivojlantirishni qanday ahamiyati bor va uni qanday yo'llar bilan amalga oshirish. Shuning uchun ham ma'naviy, badiiy va ta'limiy deyilgan. Agarda hozirgi kunda mana shu estrada san'atini rivojlantirish uchun ta'limiy yo'nalishni rivojlantirar ekanmiz, hozirgi davrdagi yangi talabga javob beradigan darajada ta'lim berilar ekan, uning badiiyligi oshadi. Badiiyligi oshgandan keyin esa tomoshabin uni ko'rib, zavq olib, undan o'ziga kerakli ma'naviyatni oladi. Shuning uchun mana men ataylab mana shu mavzuni o'qib berganim sababi shuki, o'ta chuqur o'ylab qilingan konferensiya ekanligi. Bugungi konferensiyamiz Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi deyiladi. Chunki bu konferensiyada nafaqat O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti professor o'qituvchilari, barcha mana shu san'at sohasida ta'lim beruvchi kollejlar, kollej va texnikum direktorlari, o'qituvchilari tashrif buyurishgan. Mana shu ilmiy amaliy anjuman bo'lgani tufayli ham, masalan, bugun biz Estrada va ommaviy tomoshalar kafedrasida August Strindbergning va Usmon Azimning she'rlari uyg'unligidagi kuz spektakli bugun namoyish etildi. Bu siz aytgan savolga javob yangiliklardan. Estrada kafedrasida mana shu anjumanga xos isbot sifatida kuz spektakli mana shu mehmonlar tomonidan iliq qabul qilindi. Endi mana shu ilmiy anjumandagi masalalar, chunki yig'ilishimizdan sabab mana shu san'at sohasida
yangi qadamlar bo'lsin degan niyatda shunday masalalar ko'tarildiki, san'at maktablari ko'p. Mana shu maktablardagi o'quv jarayonida mana shu san'at institutiga keladigan kadrlar yetishtirish masalasi. Chunki yurtimizda o'quv jarayonligi uzluksiz ta'lim yo'nalishi bor. Ulardan kadrlar bizga yetib kelishadi. Ana shu kadrlar bizning institutimizga xos va mos bo'lishlari kerak deb o'ylayman. Biz shunday bir takliflar kiritdikki, aytaylik, mana bizni o'quv davrida ayniqsa o'shaligi birinchi kurs davrlarida, chunki agar maktab masalasi ko'tarilgan bo'lsa, unda birinchi kursda ta'lim oladigan talabalarni imtihon davriga mana shu kollejlardan, maktab san'at maktablaridan keladigan o'qituvchilar, rahbarlar kelib mana shu davrda qatnashsa, bu birinchi masalani hal qilish tomoni. Ikkinchi tomondan bizni institutimizdan yuqori malakali pedagoglarni mana shu san'at maktablariga dars berish masalasi, ularga bir yo'l yo'riq ko'rsatish masalalari ko'rildi. Men o'ylaymanki, bir tomondan savol qo'yildi va unga yarasha yechimi ham topilib boryapti deb o'ylayman.